Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, navbatdagi darvozamizni o'z joyiga olib kelib, chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Bu darvozamizni Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Xo'jaqishloq qishlog'iga olib kelib o'rnashtirib berdik. Albatta xonadon egalari o'zlari yoqtirgan fasonni tanlashib, darvozalar katalogimizdan zakaz qilishganda, xudo xohlasa mana joylariga olib kelib, chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Darvozamiz razmeri aziz yurtdoshlar eniga 355, bo'yiga 365 razmerda bo'ldi. Darvozamiz asosiy stoyka qismi 10 yo'llik profilda bo'lgan, 3lik stenali profilda bo'lgan aziz yurtdoshlar va qovurg'a profillari darvozamizni 8 ga 4lik 7lik stenali profildan qilganmiz. 2lik listda yasalgan bir qavatli rushnoy rabota darvozamiz juda ham chiroyli, ideal holatda chiqdi aziz yurtdoshlar. Darvozamiz o'zlaring ko'rib mana baho berishlaring mumkin. Kraskasiga to'xtalib o'tsak, mokriy asfalt svetda, albatta quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz. Albatta kimga shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab.